Ke bolam? Assalomu tog'a. Ikkita non bering, haldaram kesallab pulni qo'yaraman. Mayli bolam. Ishni boshlaganimga bir oy bo'lgan bo'lsa, doim vaqtida olib chiqib berasan, jonim bolam. Dadangga salom aytgin, xo'pmi? Hozir solib beraman. Mana, dadangni so'rab qo'ying. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo, hormanglar. No'g'ay bolam, sizni qadami juda qutuliq keldi-da. Siz kelganingizdan beri sig'no yeymiz ey. To'rtta solib bering menga ham. Bo'ldi aka, mana. Bir yo'l 6 ta qilib ko'rdim. Yaxshi hisob bo'ldi. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Aytgancha, hozir ketgan bolasini taniysizmi? Ha, taniyman, qo'shnim bo'ladi. Sizmi? 3-4 safardan beri non oladi. Dadam ishdan kelsa olib chiqib beraman deydi. Rosa insofli odamni o'g'li ekan. Kechirasiz, meni qo'shnim bo'ladi-da. 3 yil bo'lgan u odamni otasi o'tib ketganiga. Tinchlikmi, nima hayron bo'lyapsiz? Yo, pulini berishmayaptimi? Yo'q, tinchlik. Mayli aka, sog' bo'ling.